Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugungi o'tiradigan mavzuyimiz endi qon tomir sistemasiga o'tamiz. Yurak anatomiyasi, qisman fiziologiyasi haqida to'liq gaplashib chiqdik. Endigi gaplashadiganimiz bular e, aorta, aortaning tarmoqlanishi, u va unga bog'liq bo'lgan tarmoqlar haqida gaplashamiz. Unda boshladik. Xo'p, demak, buni gapirishdan oldin hammaga ma'lum bo'lgan o'sha sistemalar haqida gapirsam, ya'ni yurak qon tomir sistemasi qanday ishlaydi. Bilamiz, katta va kichik qon tomirlar, ya'ni katta va kichik doiraga ega bizning tanamiz, ya'ni yurak sistemasi. Gapiraveraman, rasmlar, tegishli rasmlar chiqaradi va shunga qarab tushuncha hosil qilishingiz mumkin. Demak, yurak katta qon aylanish doirasini hammamiz bilamiz. Bu demak, chap qorinchadan chiqadigan aortadan boshlanadi. Hozir gaplashadigan o'sha tomirimiz va aortadan chiqib tegishli tomirlar tanaga demak kislorod va oziq moddalarga boy bo'lgan demak qon yetkaziladi va qaytishda o'sha vena cava inferior, vena cava superior orqali yurakning o'ng bo'lmasiga quyiladi. Mana shu katta qon aylanish doirasi haqida qisqacha. Kichik qon aylanish doirasi esa o'sha vena cava superior inferiordan kelgan qonlar bevosita o'ng bo'lmachani o'sha valva tricuspidalis orqali o'ng qorinchadan esa demak o'pka arteriyasi orqali e'tibor beramiz. O'pka arteriyasi orqali demak o'pkaga boradi. O'pkada o'sha gazlar almashinuvi kuzatiladi va 4 ta o'pka venasi orqali chap bo'lmaga quyiladi. E'tibor berayotgan jihat, bu yerda o'pka arteriyasi deyilyapti. Garchi qon tarkibida karbonat angidridning miqdori ko'proq bo'lsa-da va yana e'tibor beramiz, 4 ta o'pka venasi deyilyapti. Garchi unda demak karbonat angidrid foizi past bo'lib, demak kislorod miqdori yuqori bo'lsa-da. Mana shunaqa demak sistemalarga ega. Shulardan bizga kerak bo'ladigan, biz gaplashadiganimiz aorta, ya'ni katta qon aylanish doirasini boshlab beruvchi yirik, tanamizdagi eng yirik, kalibri eng katta bo'lgan tomir hisoblanadigan aorta haqida gaplashamiz. Xo'p, aorta. Rasmda bemalol ko'rishimiz mumkinki, mana shu yurakdan chiquvchi katta bir qon tomir hisoblanadigan mana aorta. Bu yerda ham ko'rinib turibdi yirikligi. Bu tasvirda esa bevosita o'sha tana bilan ya'ni tana bilan solishtirganda mana yaqqol ko'zga tashlanib turibdi. Xo'p, aorta 3 ta qismdan tashkil topgan bevosita. Demak, birinchi qism bu pars ascendens, ya'ni aortaning ko'tariluvchi qismi hisoblanadi. Ko'tariluvchi qismi aynan nimalar chegaralaydi? Ushbu rasmga qaraydigan bo'lsak, bu yerda 3 ta klapani bor, aortani bilamiz. Oldingi o'ng va chap klapanlar va bundan tashqari demak chiqqandan keyin sinus aortani hosil qiladi. O'sha yerda sinus aorta bor. Bulbus kengaygan qismi bor. O'sha kengaygan qismidan demak tarmoqlar ketadi. Demak, bu tomondan arteria coronaria dextra, arteria coronaria sinistra. Mana bu yerda o'sha aortadan kesilib ko'rsatilgan variant. Xullas, boshlanish qismi shu. Tugash joyi yuqoriga ko'tariladi hamda birinchi tarmoq beradigan qism trunks brachiocephalicusgacha davom etadi pars ascendens. Pars ascendensda ikkita tarmoq chiqargan: arteria coronaria dextra, arteria coronaria sinistra. Xo'p, endi keyingi qismi arcus aortae. Arcus aortae bu demak yurakda qon tomirda bevosita egilgan qismi sifatida qaraymiz. Egilgan qism demak mana shunaqa shaklda egilgan qism ekan. Egilgan qismda demak ya'ni arcus yoy somon aortada quyidagilar tafovut qilinadi. Quyidagi tomirlar chiqadi. Birinchisi trunks brachiocephalicus. Trunks brachiocephalicus. Undan keyingisi arteria carotis communis sinistra. Arteria carotis communis, ya'ni umumiy uyqu arteriyasi yo'li, chap umumiy arteriya yo'li. Mana shu va arteria subclavia sinistra, ya'ni chap qo'lga tarmoq beradigan arteria subclavia sinistra. Mana shunaqa shaklda tarmoqlar beradi. Demak, buning boshlanish joyi trunks brachiocephalicus, tugash joyi arteria subclavia sinistra, arcus aortaning boshlanish qismi. Keyingi qism ham bu yerda ham yozib qo'yibdi, hammasi yozilgan bevosita. Pars descendens, tushuvchi qism. Pars descendensda nimalar tafovut qilinadi? Pars descendens demak o'sha toraks 4 dan boshlanadi hamda lumbal 4 gacha davom etadi. O'rtada o'sha 10 ta umurtqani tashlab o'tib, toraks 4 gacha toraks 4 dan lumbal 4 gacha, belning 4-umurtqasigacha davom etadi. Mana shu ko'rishimiz mumkin mana. Demak, bu yerdan tarmoq chiqyapti, arteria subclavia sinistra va mana shu yerdan isthmus aortani hosil qiladi. Isthmus aorta bu toraygan qism.
Arcus aorta nisbatan kengroq qism hisoblanadi. Isthmus aortadan keyin pastga tushuvchi arteriya, pars descendens nisbatan torroq hisoblanadi. Endi nima uchun degan savolga quyidagicha javob berishimiz mumkin. Fiziologik jihatdan nima uchun isthmus aynan tushuvchi qismda nisbatan torayma hosil bo'lyapti deyilsa, chunki har yurak qisqarganda yuqori tarmoqlarga ham qon berilishi kerak. U qon berilishi uchun esa nisbatan bu yerda ko'proq qon to'dalanishi kerak va shuning hisobiga bu yerda toraygan qism bor. Ya'ni arcus aortaga nisbatan ko'proq qon bilan ta'minlash uchun. Endi pastga tushadi. Pastga tushishda bu ham ikkita qismdan tashkil topgan. Birinchisi pars thoracic aorta, ya'ni aortaning ko'krak qismi. Thorax to'rt. O'sha ko'krakni qon bilan ta'minlaydigan qism hisoblanadi. Va keyingisi buning uzunligi 17 sm gacha borishi mumkin. Va keyingisi pars abdominalis aorta. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, o'sha diafragmaning pastidan, diafragmani o'zida demak teshik bor edi. O'sha aorta teshigi bor. Aorta teshigidan pastga qarab tushyapti, lumbal to'rt sohasigacha. Uzunligi 13-14 sm ni tashkil qiladi. Kalibrlari hammasi konspektda beriladi. Xo'p, buni o'qib olasiz o'zlaringiz. Demak, tushadi pastga va lumbal to'rt sohasi kelganda ikkiga ajraladi. Bu iliaca dextra, arteria iliaca sinistra yoki boshqacha nom arteria iliaca communis dextra, arteria iliaca communis sinistralarga bo'linib ketadi. Endi buni tarmoqlarni keyingi darslarda gaplashib o'tamiz. Xo'p, hozirgi gaplashadiganimiz bu arteria carotis communis haqida gaplashib o'tsak. Xo'p, arteria carotis communis. Boya aytib o'tdik, arteria carotis communislar qayerdan chiqadi? Trunks brachiocephalicus bor. Arcus aortadan chiqadigan truba shaklidagi trunks, ya'ni poya. Mana shu yerda demak uzunligi 3-4 sm va undan ham uzunroq bo'lishi mumkin va u ikkiga tarmoq beradi. Birinchisi arteria subclavia dextra hamda arteria carotis communis dextra. Ikkita tarmoq beradi. Arteria subclavia dextra, arteria carotis communis dextra. Mana shunaqa shaklda. Endi chap arteria carotis communis qayerdan chiqadi? Boya ko'rdik, arteria trunks bo'lmasdan biroz chaproqda arteriya demak carotis communis sinistra yuqoriga qarab chiqib ketadi. Xo'p, arteriya carotis communis dextra sinistra uzunligida biroz farqlar bor. Tabiiyki, dextra qisqaroq bo'ladi, sababi trunks pulmonalisdan, trunks brachiocephalicusdan chiqyapti. Arteriya carotis communis sinistra uzunroq bo'ladi, chunki bevosita arteriya arcus aortadan tarmoq beryapti. Shuning uchun nisbatan uzunroq bo'ladi. Uzunligi ham 2-3 sm ga farq qilishi mumkin. Trunks brachiocephalicusning hisobiga. Xo'p, endi arteriya carotis communis o'zini ko'rsak. Arteriya carotis communis ikkalasi ham bir xil tarmoq, bir xil shoxlar berib ketadi do'stlar. Shuni alohida aytib o'taylik. Eksterna bilan interna deyarli farqi yo'q. Adashib ketdim. Arteriya carotis communis dextra bilan sinistra deyarli farqi yo'q. Ikkalasi ham demak, mana rasmda ko'rishimiz yuqoriga chiqadi, ikkiga ajraladi va ikkalasi ham bosh va bo'yinga tarmoq berib, yuqoriga ko'tarilib ketadi. Bunda tarmoqlarda hech qanaqa farq yo'q. Shuning uchun bittasini ko'rib o'tamiz. Deylik, masalan, arteriya carotis communis dextra haqida gapirsak. O'sha lateral kesmada, o'sha bo'yinning lateral kesmasida mana bu yerda muskullar, bo'yin hamda pastki jag, temporal qism, boshning, xullas ana shular ko'rsatilgan rasmda. Xo'p, arteriya carotis externa qayerda bunaqa ajralyapti? Ajralish bu o'sha bilamiz, bu yerda tog'ay bor, kartilaga teroidiya. Kartilaga teroidiyaning yuqori qismiga yetgan vaqtida bu ikkiga ajraladi. Eksterna, ya'ni tashqi shox, bu tanaga nisbatan aytilyapti. Eksterna hamda interna, ichki shox. Ichki tarmoq berib ketadi, bu eksterna. Tashqi shox hisoblanadi. Biz shuning eksternasi haqida gaplashamiz hozircha. Xo'p, eksterna, arteriya carotis externa. Arteriya carotis externa 4 ta tarmoqni hosil qilar ekan. Bular oldingi shoxlar, orqa shoxlar, medial shoxlar hamda terminal shoxlarga bo'linar ekan. Oldingi shoxlarni o'zi 3 ta tarmoq hosil qiladi. Mana bu yerda ko'rinib turibdi. Endi nisbatan rasm sal maydaroq bo'lishi mumkin. Xo'p, ashul lokal bo'yicha gaplashamiz, o'sha qism bo'yicha. Demak, eksterna mana. Eksterna tarmoq birinchi tarmoqni beryapti. Pastdan birinchi tarmoq. Pastga tushib ketgan tarmoqni ko'rishimiz mumkin shu yerda. Buning nomi arteria tiroidea superior. Arteria tiroidea superior. Bu glandula tiroidiyani yuqori tomondan qon bilan ta'minlaydi do'stlar. Arteria tiroidea superior. Ya'ni nomiga muvofiq.
ham arteria thyroideus superior, yana muscus muscus cleidomastoideusni ham qon bilan ta'minlaydi. Muscus cleidomastoideus, ya'ni katta bir muskul o'tgan, o'shani ham qon bilan ta'minlashda qatnashadi. Bilvosita qatnashishi mumkin. Arteriya ikkinchi tarmoq. Ya'ni buni qon bilan ta'minlovchi qismlari bor, uni konspektdan o'qib yodlab olasiz. Arteria lingualis til tarmog'i. Arteria lingualis nisbatan kattaroq, yo'g'onroq tomir. Bu arteria thyroideus superiorning yuqoriroq, taxminan mana shu yerlarda tasavvur qilsak, mana shunda. Bu demak arteria lingualis nimalarda qon bilan ta'minlaydi? Bevosita tilni qon bilan ta'minlaydi. Til ostida joylashgan glandula submandibularis qon bilan ta'minlaydi. Tonzilla palatinani qon bilan ta'minlaydi. Yumshoq tanglayni qon bilan ta'minlashi mumkin. Umuman olganda shularni qon bilan ta'minlaydi. Xo'p, arteria facialis, mana arteria facialis ko'radigan bo'lsak, yuzga tarmoq berib ketgan. Pastki jag'idan yuqoriga ko'tarilib tarmoqlar hosil qilgan. Endi har bitta tarmoq ko'rsatmoqmi? Bu demak shart emas, prosta arteria facialis nimalar qon bilan ta'minlanishi, aynan qayerda joylashganligini ko'rib olsak, rasmda bevosita ko'rsatiladi. Demak, yuqoriroqda taxminan mana shu yerdan tarmoq beradi. Xo'p, arteria facialis demak nimalarni qon bilan ta'minlaydi? Pastki jag'ning iyak qismi, lablar, yuqori va pastki lablar, pastki qovoqni qon bilan ta'minlaydi. Bundan tashqari burunning tashqi tomonlarini qon bilan ta'minlashi mumkin. Demak, og'izlar atrofi muskullari bor, ularni qon bilan ta'minlaydi. Ya'ni shularni ta'minlarkan arteria facialis. Bu oldingi shoxlar ekan. Demak, 3 ta: arteria thyroideus superior, lingualis, facialis. Orqa shoxlar arteria occipitalis hamda arteria auricularis posterior hisoblanadi. Bular qayerdan va qanday chiqadi degan savol tug'iladi. Mana bunda ko'rishimiz mumkin, eksterna ko'tarilyapti va orqaga ham birinchi tarmoq beryapti. Birinchi tarmoqni biz nomlaymiz arteria auricularis, arteria occipitalis deb nomlaymiz. Ya'ni occipitalis ensa sohasiga qarab ketyapti. Tabiiyki ensa sohasida terini, o'sha joyda joylashgan occipital suyak hamda dura materni ham qon bilan ta'minlash mumkin. Ya'ni ichki tarmoq sifatida. Arteria occipitalis. Undan keyingi tarmog'imiz bu arteria auricularis posterior. Sal yuqoriga chiqqanda arteria auricularis posteriorni tarmog'ini ko'rishimiz mumkin. Bu o'sha quloq atrofi, quloq o'sha joylashgan muskullar bor, quloqda o'sha endi harakatga keltirmasa ham o'sha joyda joylashgan muskullar bor, muscus auricularis. O'shalarni qon bilan ta'minlaydi. Quloqni, tashqi quloqni qon bilan ta'minlab beradi. Mana shular ekan. Medial shox bu yerda ko'rinmaydi do'stlar. Shuncha aytib o'taman, chunki medial shox bu bo'yinning ichkari tomonga, ya'ni bu bo'ynimiz bo'lsa, ichki tarmoq hisoblanadi. Bo'yinning ichkariga qarab yo'nalgan tarmoq hisoblanadi. Bu mus arteria pharyngeus deymiz. Ya'ni ma'nosi o'sha ko'tariluvchi halqum arteriyasi. Halqumning yuqori qism muskullari bor, konstruktor muskullari bor, ko'taruvchi muskullari bor. O'sha muskullarni bevosita qon bilan ta'minlab beradi. Halqumning o'zini shunaqa ekan. Terminal shoxlar arteria temporalis superficialis bilan arteria maxillaris. Arteria temporalis superficialis nomidan ham muvofiq, demak, terminal degani oxirgi uch shoxlar hisoblanadi. Mana bu yerda rang bilan alohida ko'rsatilgan arteria temporalis superficialis mana shu yerda rang bilan ajratilgan va undan tarmoqlar ketgan. Endi bu tarmoqlarni aytib o'tirmaymiz. Qayerlarni qon bilan ta'minlaydi temporalis superficialis? Nomidan muvofiq tepa suyagi, terisi, o'sha joylashgan dura materlarni, bundan tashqari chakkaning ma'lum bir qismlari, peshona qismlariga ham tarmoqlar beradi. Shunaqa shaklda ekan va tashqi quloq eksternani ham qon bilan ta'minlashda qatnashadi va o'sha joyda joylashgan a'zolarni qon bilan ta'minlar ekan. Muskullar bevosita. Arteria maxillaris bu demak yuqorigi jag'ni qon bilan ta'minlovchi qism hisoblanadi. Mana yerda ko'radigan bo'lsak, yuqori jag'ga tarmoqlar bergan. O'sha burun qismlari bilan, burunning ichki qismlari bilan tarmoqlar ketganligini ko'rishimiz mumkin. Bu arteria maxillaris do'stlar. Arteria maxillaris nomidan muvofiq o'sha joylashgan burunning ichki qismlari, yuqorigi jag'ni umuman tarmoqlab beradi. Shunda joylashgan muskullar bor, o'shalarda qon bilan ta'minlar ekan. Shunaqa. Do'stlar, arteria carotis internani keyingi darsimizda gaplashamiz, chunki bu boshning ichki qismiga o'tib ketadi, bevosita miya qismlari bilan bog'liq, miyani ma'lum bir qismlarini qon bilan ta'minlashda qatnashadi. Xudo xolasa, arteriyalarni boshlab oldik, endi bundan buyog'iga ancha ishimiz yengillashadi degan umiddamiz. Kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing, bizni qo'llab-quvvatlang. Keyingi darslarda ko'rishguncha